Tak, assalomu alaykum hammaga bolalar. Xullas bolalar, qizlar eshitdinglar, Telegramdan, YouTubedan hammalar menga aloqaga chiqib yozyapsizlar. Misol ko'proq Telegramdan yozyapsizlar. Misol oddiy CapCut narsani bilmayapsizlar, oddiy narsani bilmayapsizlar, yozyapsiz, yoki uni qaytadan qiladi. Уже bo'ldi, men sizlarga bitta video qilmasam, hammalarni so'raver ekansizlar. Tak, videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, bola olmaslar, CapCut oddiy bo'lishiga qaramay, ko'pchilik bilmagan sekretli narsalarni o'rgataman. Videomizni boshlanishidan oldin videoga bittadan obuna like bosib qo'yinglar. Agar mana shu video 500 ta like kelsa, part 2 CapCut tutorial videoni chiqaraman. Hozirgi videomizni ham ancha-ancha o'rgatganman. Shuning uchun qo'llab-quvvatlash maksimal bittadan comment, bittadan like, obuna bosib kelsanglar, men Abdushuga xursand bo'laman bolalar. Tak, negativlar bu narsani hamma biladi-yu, unaqa yozishlar shart emas. Misol men bilmagan odamlar yozgan Telegramni o'shalar uchun o'rgatib bitta video chiqyapman. Bilsanglar, jim просто kommentga omon deb ketinglar bo'ldi. Bilmaganlar o'rgan olsanglar mana shu narsani chindilar realni xursand bo'laman. Keyin sizlarga ham bolalar shunaqa avatarga, preview, logo, bular har xil shunaqa narsalar kerak bo'lsa, men dizaynerim Zohirga olsalar, как положено qilib sotka olib sizlarga ham yasab beradi. Sherxonning videosidan ko'rib keldim deb bo'lsalar, skidga qilib beradi, cho'tki narxlarda yasab tashlash mumkin. Dizaynerim gapi zo'r, preview, logo, avatarkalar yasaydi. Sizlar ham o'zib bemalol murojaat qilishingiz mumkin-da. Tak, bolalar video boshlaymiz. Birinchi o'rinda CapCutga kirib, o'zimizga kerak bo'lgan videoni tanlab olamiz. Bolalar hozir men sizlarga birinchi o'rinda qanaqa video qilsam, shunga hazilni tanlashni o'rgataman. Tak, shorts video qilsalar 916 qilasizlar. Agar YouTube'ga men yosh shunaqa katta video qilmoqchi bo'lsalaring 16 9 qilasizlar. Mana shunaqa katta video bo'ladi. Hazil misol uzun yoki shorts bo'lsa o'sha 916 qilib tanlab olasizlar. Xo'p, keyin mendan ko'pchilik so'radi bolalar, videoni qanday qilib iPadga o'xshatib qo'yapsiz? Oddiy telefonda olgan videongizni qanday iPadga o'xshatib qo'yapsiz? Qanday bunaqa qilyapsiz deb ko'pchilik so'radi. O bola uchun biz retosh bo'lib kirib olamiz Mametdan. Keyin biz ham o'rtada mana o'rlar full tepaga, o'rtaga full hammani ko'tarib mana shu videoni qilib o'sha qilingan xuddi shunaqa bir olasizlar. Ko'ryapsizlar, oddiy device olingan video ham iPadga o'xshab ajoyib zo'r bo'lib qolyapti. iPad view deydi, iPad ko'rinishi bo'lib qolyapti. Bu bola endi men sizlarga yozgan narsani o'rgataman. Buni ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Mametga kirasizlar, mana har xil mana orqa qo'llar qo'yish bo'ladi. Misol, buni xiraroq bor, tinaqa bor. Misol buni ko'pchilik bilmaydi. Misol negativ yozishlar mumkin. Tak, shunaqa Mamet image degan bor. Image misol bossalang, o'zidan galereyani rasmdan qo'yishlar mumkin bu yerga. Misol men orqa fonga qo'yayotgan bunaqa mana unga o'zidan galereyani rasmni qo'yishlar mumkin Mametga. Bu vobshem zo'r narsa, CapCut. Xo'p, keyingi o'rgatgan narsam buni ham ko'pchilik so'radida, misol tayyor fon ko'rasizlar, Instagram yoki YouTube'larda, misol emoji qilib turib, qotirib qo'yadi. U qotirib qo'yish Mametdan bo'ladi mana. Ammo oxirga borasizlar, freza turib, frezani ustiga bitta bosasiz shu kerak bo'lgan joyga, o'sha joyini qotirib beradi freza. Bitta bosasizlar o'sha mana bunday qotirib beradi. U qotirib bersa, keyin buni qimirlatib beradigan effekt ham bor. Buni uchun effektlarga kirib olamiz. Effektlarga kirganimizdan keyin mana bitta night club degani bor. Tak, shu kirib olganimizdan keyin mana uzunlarda ham boshida turadi, mana turibdi mana. Ko'rganingizdek mana turibdi, mana shuni ustiga bitta bosasizlar. Hozir men bosganni ko'rib olasizlar, shuni ustiga bitta bosasizlar. Yana bitta bosasizlar, mana buncha har xil ko'tarish bor. Mana bu bo'ladi o'zi boshida. Ham eng pastdan uchinchisini ko'tarsalar, keyin video qamallayman mana bunaqa bo'lib. Ko'rayotgan unaqa qamallaydi. O'zlaring kerak bo'lganda o'zlaring yoqqancha qilib tayyor qilib olasizlar, shunaqa qilib hammasini. Ko'rganingizdek mana bunaqa cho'tki bo'lib beradi. Bunga qo'shilgan narsa kachesivani o'sha mana bu tak sharpenni full 100 ga olib boramiz. O'sha o'zlaring yoqqan darajada men misol 100 ga olib boraman har doim. Keyin bo'lsa buni xolasa mana tiniq qo'ysalar ham bo'ladi. Yo bo'lmasa o'sha qora fon qo'ysalar ham bo'ladi. Men misol boshida qolaman, tiniq qolaman. Ko'ryapsizlar bolalar, mana shunaqa video qilib chiqaryapman. Okey, bu 60 fps, u baland fps emasman. Misol oddiy unaqa videoni shunday tiniq qilib qo'ysam. Tak, yana sharpenni tanlaymiz. Keyin mana buni oxiriga boramiz. Ko'ryapsizlar, qora video bo'lib qolyapti. Mana buni vobshem cho'tka bo'lib qolyapman endi. Videoni ko'ringlar. Vobshem zo'rda. Bu misol mana shunaqa video qilib chiqaryapman. Ko'pchilik so'rayapti, shuni qanaqa qilyapsiz, okey deb. Endi sizlar ham o'rganib bemalol qilishlaringiz mumkin.
Keyin bo'ldi, anaqa skeletkala video qilib qo'ysam, skeletkalarni qayerdan olyapti yoki sizda iPhone yo'q deyapsizlar, keyin bittalar iPhone bor, sizda skeletkala qo'yapsiz deyapsiz. Skeletkala nima faqat iPhone'dan chiqadimi? Mana bunda CapCut Pro bor, CapCut Pro'da skeletkala chiqadi. Bolalar keyin sizlarga CapCut Pro kerak bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Telegram kanalida mingta bo'lsa, CapCut Pro'ni hammaga tekinga tashlab beraman. Bo'lmasa CapCut Pro'ni sotib olmoqchi bo'lsanglar, Telegramdan aloqaga chiqsang, tashlab beraman buga. Tak, stickers bo'limidan shu skeletkalarni olib qo'yaman. Endi bildim qayerdan qaysi narsani olib qo'yishimni. Xullas bolalar, shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu videodan ozgina bo'lsa ham nimadir o'rgangan bo'lsam, men buni xursandman. Sizlar ham misol qanaqadir video editmi nimadir yasamoqchi bo'lsalar, shunaqa qilib yasab olsalar ham bo'ladi. Ozgina bo'lsa narsa o'rgatdim degan umiddaman. Albatta o'z fikringizni kommentariyada qoldirib ketinglar. Men har bitta kommentariyani o'qib, asl xato chiqishga harakat qilaman. Keyin bolalar video boshida aytganimda shu videoga 500 ta like bersanglar, partikani chiqaraman dedim. Partikaga CapCut tutorial. Bundan zo'r narsalar o'rgataman. Qaroch bolalar gaplashamiz sizlar bilan. Sherxon bo'ldi. Gap yo'q, hammaga rahmat.